Bu yil buyuk alloma bobomiz Abu Ali ibn Sino tavalludiga 1045 yil to'ldi. Shuningdek, farmatsevtika mahsulotlari xavfsizligi markazi tashkil etilganiga ham 30 yil bo'ldi. Shu munosabat bilan Sog'liqni saqlash vazirligi tashabbusi bilan ilmiy amaliy anjuman o'tkazildi. Unda Ibn Sinoning ilmiy merosi hamda farmatsevtika xavfsizligiga oid masalalar muhokama qilindi. Tadbir tafsilotlari haqida muxbirimiz Tabassum Utamuradova xabar qiladi. 30 yillik tajribaga ega farmatsevtika mahsulotlari xavfsizlik markazi o'z faoliyatini yangi binoda davom ettiryapti. Shu munosabat bilan 30 dan ortiq davlatning 300 dan ortiq olimlari va ekspertlari bugungi tadbirda ishtirok etib turibdi. Konferensiya ham aynan O'zbekistonda o'tkazilayotganining asosiy sababi ham menimcha farmatsevtika va tibbiyotning uzoq tarixi Ibn Sinoga borib taqalishi deb o'ylayman. Va bugun bu yerda 30 turdagi yangi dori vositalarining ham taqdimoti bo'lib o'tadi. Bugungi xalqaro konferensiyada ishtirok etayotganimdan mamnunman va biz bu yerda yangi hamkorlik aloqalarini o'rnatyapmiz. Tibbiyot sohasidagi yangi kelishuvlarga erishyapmiz. Bu hamkorliklarda O'zbekistonning ham muhim o'rni bor. Men Türkiye'deki Uyghur Tibabeti Tadqiqat Vakfı'nın müdürü bölümən İbn Sina'nın ilmi miraslarını qaytadan tadqiq qilish, uni taraqqiy qildirib, zamonga loyiq dora, zamonga loyiq davolash usullarini qo'llanish bilan birga bizning aslida bor bo'lgan Sharq va dunyo meditsinasındagi o'rnimizni qaytadan asliga keltirib tiklash maqsadida bu yig'inga qatnashyapman. Aytib o'tish kerak, joriy yilda Abu Ali ibn Sinoning tibb qonunlari asari yozilganiga 1000 yil to'ladi. Ma'lumotlarga qaraganda unda 2600 ta dori retsepti bor. Tadbirda buyuk allomaning ilmiy merosi va tibb qonunlari asarining zamonaviy tibbiyotdagi ahamiyati, farmatsevtika sohasidagi dolzarb masalalar, xalq tabobatining ilmiy asoslari, shuningdek jahon farmatsevtikasidagi zamonaviy tendensiyalar va xalqaro hamkorlik istiqbollari muhokama qilindi. Bugungi tadbirimizda Indoneziya Respublikasini tartibga soluvchi organ bilan hamkorlik memorandumi, Qirg'iziston, Qozog'iston respublikalarini shu dori vositalarini ro'yxatdan o'tkazish va tartibga soluvchi organlari bilan hamkorlik memorandumlari imzolanmoqda, hamda Amerika farmakopeyasi bilan mahsulotlarga imtiyoz asosida sotib olish bo'yicha kelishuv imzolanishi kutilmoqda. Ta'kidlab o'tish joiz, farmatsevtika mahsulotlari xavfsizligi markazi bugungi kunda dori vositalari, tibbiy buyumlar va tibbiy texnikani davlat ro'yxatidan o'tkazish, standartlashtirish, sertifikatlash hamda litsenziyalash orqali davlat nazoratini amalga oshiradi. Bo'lib o'tgan uchrashuvlarda nafaqat O'zbekiston farmatsevtika sohasini rivojlantirishda muhim ilmiy va amaliy tadbir sifatida e'tirof etildi, balki 10 ga yaqin kelishuv memorandumlari imzolandi. Uchrashuvlardan so'ng sohada faoliyat olib borayotgan bir qator mutaxassislarga Sog'liqni saqlash vaziri tomonidan Sog'liqni saqlash a'lochisi ko'krak nishoni topshirildi.